Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mana Qurbon hayiti ham yaqinlashmoqda va Qurbon hayitiga kim bu qahamni qo'chqorlar qidirib yurgan bo'lsa, videoni o'tkazib yubormanglar, chunki hozirlarga manfaatli bo'ladi. Chunki sizlarga hozir o'zim boqqan eng zo'r, eng yaxshi bu qahamni qo'chqorlarni tavsiya qilaman. Mana birgalikda ko'ramiz bu qo'chqorlarni. Bizda 14 ta buqa mavjud. Mana shu molxonamizda 430 kilodan 1 tonna 100 kilogacha bo'lgan Jivovesdagi buqalar bor. Kimga qanaqasi kerak bo'lsa, katta kichigiga qarab tanlab ketaverasizlar. Xohlasanglar turishda gaplashamiz, xohlasanglar taroziga gaplashamiz. Biz mana hurmatli kuzatuvchilar, molxonamizdagi oldi olib chiqoldik ko'chaga. Mening bo'yim o'zi 180, bu mol kichkina mol emas, ko'rib turibsizlar, katta mol. O'zi 10 oydan beri yemda turgan mol. 1 oy oldin ham tirik vazni 1 tonna oshib chiqqan. Qurbon hayitiga eng zo'ri, eng yaxshisini bitta qilib so'yaman degan akalar bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Xudo xolasa go'shtlari ham zo'r chiqadi. Buni o'zi bu go'shtni qassoblar ham orzu qiladi. Qassoblar ham so'ygisi keladi shunaqa molli go'shtlarni. Hozir sizlar bilan keyingi mollarimizni ham olib chiqamiz. Mana bu ikkinchi buqamiz. Bu boyagidan zo'r bo'lsa zo'r, lekin kam emas. Bu ham 1 tonnadan tagidagi buqa. Toza qonli semental. Hamma joyi qachon ko'rib turganingizdek, sifat go'shtiga ham sifatli yog'siz chiqadi. Sonlari deysizmi, bo'yini deysizmi, qo'li hamma joyi bitib ketgan, to'rtburchak korobka bo'lib qo'ygan hamma joyi. Mana hurmatli mijozlar, 3-buqamizni ham olib chiqib oldik. Bu birinchi buqamizni, menimcha aka-uka bo'lsa kerak ikkalasi bir-biridan bir qilagan. Atay mollarga keladigan bo'lsak, uchalasi ham bir-biridan yaxshi, zo'r buqalar. Bu ham 1 tonnaning tagidagi buqamiz. Yemlanganiga ham 1 yil bo'ladi yaqinda. Ko'rib turibsizlar, bu ham hammasi go'shti yog'siz, sifatli chiqadi. Hozir 4-buqamizni ham olib chiqib ko'rsatamiz sizlarga. Mana eng katta buqamiz 4-si bu. Bu bo'yiga ahamiyat bermaysizlar. Bo'yi kichkina bo'lgan bilan, lekin bu mana shu buqalar bilan kilo salkam bir xil bo'ladi. Bu buqamiz Greenford bilan semental aralash gibrid buqa. Bo'ylari kichkina, oyoqlari ham kichkinagina, lekin sifatiga, go'shiga xudo xolasa zo'r chiqadi, dahshat chiqadi. To'rtburchak, hammasi ham 4 talasi ham bir xil. Mana hurmatli mijozlar, ko'rib turganingizdek, buqa molxonamizda eng zo'r 4 ta buqamizni hozir sizlarga ko'rsatdik. Sizlarga qaysi buqamiz yoqdi? Birinchisimi, ikkinchisimi, uchinchisimi, to'rtinchisimi? Obязательно kommentariyga yozib keting. Eng zo'r, eng yaxshisini qurbonlikka so'yaman degan aka-ukalarimiz mana shu nomerlarga murojaat qilishingiz mumkin. Bu 4 ta buqamiz ham qurbonlikka yaraydi. Hamma joy sog'lom buqalar. Agarda bu buqalarni katta deydigan bo'lsanglar, bulardan kichkinaroq 450 kilodan boshlab 700 kilogacha bo'lgan buqalarimiz ham bor. Ular ham qurbonlikka yaraydigan, uzoq vaqt yemda turgan baqot buqalar hammasi. Undan tashqari qo'chqorlarimiz ham bor. Biz kuzatishda davom etinglar, hammasini hali qo'yib boramiz. Manzilimizni bilasizlar, hamda mana shu telefon nomerlariga telefon qilsanglar, yana gaplashib olaveramiz.